siz bir oyda bir marta kardiologga ko'rinishingiz kerak. Qarang, ko'rinsin degani shuki, zarur bo'lsa bilan bir oy oldin ko'rganimiz bugunga kelib farq qilishi mumkin-da. Qiziq. Hozir qarang, yurib kelsangiz, ko'krak qafasida havo yetishmasligi bormi, yo'qmi? Qandayiz? Nafasingiz qismayaptimi? Boshingiz qo'yib bemalol yotyapsizmi? Havo yetishmasligi yo'q-a? Quvvatingiz yo'q bo'lib qolyaptimi? Charchab qolyapsiz. Ko'p yurmayapsiz-da, oyog'ingiz og'riganiga ko'p yurmayapsiz-da. Psiyoramlar qasdami, men qansirashaydi. Dori ichyapsiz, ichmayapsizmi? To'xtatmayapsizmi? To'xtatmayapsizmi dorilaringizni? Labingiz ko'tarilmayaptimi? Ko'chab tushirsin, dorilarni ichyapsiz. Hammasini ichyaptimi? Hammasi ichyapti. Qayerda davolanib keldikda? Qayerda davolashdi? Qo'qonda. Keyin bila bordik, buni ham ko'rsatdim, keyin yuragimcha muammo dedi. Jiddiy yurakni kardiogramma qildik. Keyin 5 talik appenditsa qo'ydi o'sha yerda. Og'riq bo'ldimi xonanda? Mashet ichida og'riyapti dedi. Antalariga chizib qaraman, tarafdasiz. Og'riq bor dedi, keyin hali kichkina otiyam rasmini ko'rsataman, qayerda to'g'ri ko'rganini. Qarang, uyda chetdan dorilarni to'xtatmadimi xolam oldin? Yo'q, to'xtatgani yo'q. O'sha kun borib, 10 kunligini oldim, billa. O'sha yerda billa oxirigacha 10 kun ishib, kecha tugadi, kechani oldik. Bu og'riq yuraginiki bo'lgan-da, yuragingizda bo'lgan. Og'riqlaringiz yuragingizda. Men sizni ham jizza, samoy yurak Achishtiradi, mashinangizda qisib achishtiradi, yursangiz ham quvvatingiz yo'q bo'lib qoladi, charchab qolasiz. Endi bunday narsada sizda bu dorilarni bir xil ichishingizda ta'sir jarayoni siz bir oyda bir marta kardiologga ko'rinishingiz kerak. Qarang, ko'rinsin degani shuki, zarur bo'lsa bilan bir oy oldin ko'rganimiz bugunga kelib farq qilishi mumkin-da. O'sha paytda davlatda, yuragida, hansirashida qanaqa o'zgarish bo'layotganini biz to'liq baholab olishimiz uchun yoki ko'rmasdan kimni telefonda aytadi, uni aqib turadi, bu noto'g'ri. Nimaiki, o'zini ko'rsak fikr o'zgaradi. Nimaiki, mana hozir yurib kelishida quvvatsizligi ko'p, hansirab qolyapti. Eng zarur bo'lsa 2 yil qildiradi. Nimaiki, oldingi ikkinchisiga nisbatan hozirgisini farqi bor. Yana quvvatsiz bo'lib qolganda. Shunga endi dorilarni bir xil ichib yurib turgan xotirjamlik bo'lmasligi kerak. Nimaiki, bir oydan o'ta shunday fursat qilish kerak, doktorga ko'rinish kerak. Oldin yuragida aritmiya bo'lyapti, to'xtab urayotdi. Hozir yo'q, unaqa bo'lmayapti. Sezmayapsiz-da hozir o'zingiz. Tomoqqa tiqilib, havo yetmay unaqa bo'lmayapsiz-da. Stressda yaqali chinishadi, yurmishadi. Kecha ham bordim, kechqurun qornicha og'riyotdi-da. Keyin yuragini ham qo'yladi dedi, bu topolmadi. Kechasi 11da больницада. Hozir e'tibor qilamiz, yuragini quvvatini bitta ko'rib olishimiz kerak. Bitta ko'rib, fikrlashib, keyin unga qarab turib, keyin maslahat beramiz.